Nega bunaqa savol beryapti deb hayron bo'lyapsizmi? Sizga tayyorgina taom pishirib beradigan Barno yo'q. Bugun meni taomim baliqli mazali yegulik. Endi tushundingizmi? Baliq akvariumda suzadi, dengizlarda suzib yuradi. Juda ham chiroyli-a? Endi baliq mavzusini yopib, ishimni boshladim. Baliqlar ovoz chiqaradimi, yo'qmi? Ishimni oxirida aytaman. Hozir menga kerak bo'ladigan mahsulotda mayonez, qotgan non va baliq kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib ishimizni nonni likopchaga qo'yib, ustiga mayonezda suritib olishdan boshlaymiz. Qolganlarini ham xuddi shu tarzda qilamiz. Mana mayonezni non ustiga surib oldik. Ana endi baliqni maydalab olamiz. Men bu salat uchun konservalangan baliqdan foydalanyapman. Bizni ko'rsatuvlarimizni Instagram, Facebook, Telegram, YouTube kanallarida ko'rishingiz mumkin. Mana baliqlarimizni maydalab oldik. Endi buni mayonezli nonni ustiga qo'yib olamiz. Vohidlarni shunaqa ham zo'r. Qalay, zo'r tayyorladimmi? Oling, yeb ko'ring. Hech bo'lmasa, yurakchani bosib qo'ying. Bitta yurakchangizdan rosa xursand bo'laman. O'rtoqlarim qani? Ularni ham mehmon qilaman.